Assalamu alaykum qadrli ko'rurmanlar. Hammanglarning mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Akademiya suhbatiga xush keldinglar. Bugungi suhbat temamiz Uyg'ur kishilik huquq qurilishi tashkiloti va bu tashkilotning xizmatlari dunyoda, bo'libmi Amerikada Uyg'urlar munosabatli chiqarilgan qonunlarning ahamiyati haqida bo'ladi. Bugungi qimmatli mehmonim Dünya Uyg'ur Qurultayı icroiya raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi direktori Ömer Qanat efendim. Ömer efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, köp rahmet. Ben rahmat etmeye vaqt chiqardingiz. Nurg'un sizlarning qilgan xizmatlaringlar yoki Amerikada chiqayotgan qonunlar haqida xalqimiz tazyiq tushunib ketolmaydi. Shuning uchun bugungi bu programda sizning bergan ma'lumotlaringiz bilan xalqimiz bu jihatdami ma'lumotli bo'ldi degan arzuda men undaq bo'lsa vaqtni ching tutib darhol boshlaylik. Aldı bilen Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu qandaq bir organ. Köpünçümüz bilmeyimiz. Qandaq kuruldu, kuruluş jarayoni, kimler kurdu, qandaq faaliyetlerini elip barıdı, hazırlıkça nima ishlar qilindi. Savollar birazcık ko'p ketdi, kechiring. Mush haqida bir so'zlab bergan bo'lsangiz, marhamat. Rahmet, köp rahmet. Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu, Uyghur Human Rights Project deymiz. 2004-yili 2 ayınınki 9. günü resmi faaliyetki başlagan. Bununla mesela bu yıl 20 yıl oldu. 20 yıllığını hazır tebriklayatımız bu teşkilatımızdaki. Bu kişilik hukuk kuruluşu aslında Uygur Amerika Birleşmesi'ninki bir yan kuruluşu süpütede bu kurulgan asas kurguçları bu Uygur Kişilik Hukuk Kuruluşu'ninki Nuri Türkel, Alim Seytov men şu biz 2002'nin ahırdan başlap şundaq bir bir yerde inedi degan bir teşkilat var bilesizler. Nurgun Uygur teşkilatları hazır maddi yardım berivatıdı. Şu teşkilatınınki bergen maddi yardımları arkalık faaliyet ilip berivatıdı. Şu teşkilatka iltimas sungantık. Biz şundaq bir tədqiqat nimeleri ilip basak, çoğun bir faaliyet başlatsak, Uygur meselesini, Şarkı Türkistan meselesini Amerika'da tonutuş, halkara cemaat tonutuş için üyedeki buluvatkan zulüm ve kişilik hukuk defsendiçiliklerini hüccetleştirsek, hüccetlik materyalla ve malumatla arkalık dünyanı şu üyede buluvatkan zulümden haberdar kılsak da şu nimede ahire bizninki bu iltimasımız 2004 yılı 2003 yılının ahirde kabul kılındı ve 2004 yılı 2. ayda resmi faaliyetki başladık. Bu yerde birinci bulup enedi bizge $50,000 bir nime verdi. Şunun bile başlagandık. Bu yerde bir kişilik bir staff bile, bir kişilik hizmet, bir kişine hizmet çıkıp aldık. Şunun bile Aksaray'ın yeni de Pennsylvania 1700'de, Pennsylvania 1600, Aksaray'ınki adresi, bizninki Pennsylvania 1700. O naite uçağda bir olgulu kozulgan Uygurla Aksaray'ın bir nimi tutuptu. O nimine şu işğalını tutuşunun bu asası məqsəd şuti. Muşundaq bir nimi yaratış, Xitayga bir signal veriş, bir yerde bir çoğun bir faaliyetinin başlığanlığını. Şunun bilenze bu hazırgıça bizninki Uygur Kişilik Hukuk Kuruluşu bizning vatandagi bo'layotgan zulmni, inson haqlari dafsandichiligini hujjatlashtirgan, bu haqda pokitlik ma'lumotlar orqali dunyoni degandek ta'minladik va 90ga yaqin doklad chiqardik. Bu dokladlarimizdan 90'a yakın. u vaqtda inglizcha doklad chiqmagan. Biz eningdikinza buni inglizcha doklad chiqardik. Uningdikin hozirgacha masalan 450ga yaqin briefing deydi her meselede xalqaro jamoatni tushuntirish, masala haqida tushuntirish berish va uningdikinza axborot bayonoti bo'ladi. Shundaq 450ga yaqin shunday tushuntirish, axborot, rasmiy axborot bayonoti e'lon qildik. Uning sirtida yana bu Uyg'ur Kişilik Hukuk Kuruluşu eng yangi chiqqan nimamiz, dokladimiz
büyüler hakkında. Şarkı Türkistan'daki ayal dini zatlar, dini rehberler, büyüler hakkında çıkardık bu dokladni. Elbette bu 20 yıl içinde nayt terakki kıldı. Bizimki bu teşkilatımız bu bir kişilik nime hazır mesela 8 kişilik bir hizmetçi bile işlavatımız, tadqiqatçılarımız var. Bu 20 yıl içinde jarayonda nayt mutaxassisleşken tadqiqatçılarımız var. Onun dikince biz bu faaliyet dairemizni kengaytdik. Yalnız hüccetleşken materyallarga asasen bu dokulat çıkarış emas, onun sırtında yana bu halkara cemaat diliga Uygurlar hakkında malumat beriş ve şu Amerika siyasetçileri bilen, devlet erbapları bilen ve hükümet xadimleri bilen uçuruşup bula bile şu bulağa malumat beriş nimesi faaliyeti elip badık ve bulup mu Amerika Devlet Meclisi'deki bulağı düşendiriş, meseleni düşendiriş hakkında nurgun hizmetler kıldık. Bu nimege elbette Amerika Birleşmesi'ninki yan kuruluşu bulup kurulgan dedik. Bu kurulgan çağda Alim Seyitov nime reisti teşkilatınınki. Keyin Nuri Türkel reis oldu. Onun dikin Rabia Hanım türmeden çıkan dikin 2005 yılı 3. ayda türmeden çıktı. Andikin 2006 yılı Rabia Hanım teşkilatka reis oldu. 2011 yılgacha Rabia Hanım hem şu teşkilatın reisi hem bu Uygur Kişilik Hukuk Kuruluşu'nun başkurucusu bulup hizmet kıldı. Dünya Uygur Kurultayı'nınki reisliği yanında. Bu teşkilatımız yani bu kanunlarının çıkışı da Amerika Devlet Meclisi'den kanunlarının çıkışı da bunlar çok rol oynadı ve hazır olsa halkarada hili tonulgan Uygur teşkilatının biri bulup mu şu kişilik hukuk hakkında şu hüccetleştirilgen materyallarını, dokulatlarını çıkarışta nayte çok rol oynayan ve bir şençe, özüge bir şenç tikligen bir teşkilat. Bizninki mesela halkaradaki çok teşkilatlar bile, muhim tadqiqat orunları bile nayte zit münasebetlerimiz var. Ve ahirki yıllarda bu teşkilatımızınki ehmiyeti hem bu teşkilatı boğan şenç yukarı kötürülgenliği için bu bazı halkaralık tadqiqat orunları biz bile birlikte dokulatlar çıkardı. Akademikler olsun biz bile dokulatlar çıkarışka yardım kılıvatıdır. Şular bile birlikte işlevatımız. Onun dikince bu faaliyet dairemizni kengaytip bu faaliyetimiz hatta Birleşken Devletler Teşkilatı mazırnaydı aktif faaliyetlerini ilip birivatımız. Çok rahmet. Muhim nemeden biri bu meseleni Xitaylarga sirtiki bulup mu Xitaylarga anlatış üçün biz ayrı bir nime kurduk, bölüm kurduk. Bu bütün dokulatlarımızı şu bu bizdeki vatanda buluvatkan zulüm, üyede buluvatkan Xitay hükümünün bastırış hareketlerini Xitayca bu dokulatlarımızı tercüme kılıp Xitaylarga şu hem vatan sırtında bolsun ve vatan sırtındaki bu Xitay, Amerika'daki, Avrupa'daki Xitaylarga tanıtıştan sırt yana Tayvan gibi bu meselelerini yaxşı anlatış, onun sırtında şu Xitay teşkilatları arkalık bu buluvatkan üyedeki vaziyetini Xitay içigimi anlatış için nurgun aşu bu sırttaki Xitay teşkilatları bilen bu hamkarlaşıp faaliyetler ilk bağın vaxtlarımız var. Köp rahmet. Nurgun işlerini kıvatsızlar hakikaten siz degen okşaş hazır tonulgan bir teşkilat haleti geldi. Ama umumiyizlik Uygurlar işte yani belki mi bilinip ketmeydi hem de Garip'te, Amerika'da nurgun işlerini kıvat kalınla muhakkak. Siz de hep ötüp ketkendek
nurgun Uygurlar bilen münasebet kanun layihelerini tüzdük, tekliflerini berdik dediniz. Bizni hoşallıqını bazı kanunlar Amerika tarafından kabul kılındı, bolup şu kul işçilik, mecburi emgekке dair çıkan kanunlar, muş kanunlar hakkında bizge azraq sözlep bergen bolsanız, bu kanunların çıkış jaryanı, bu kanunlarınki teklif kılıp berilişi, onundan keyin teklif kılıp berilişinin sebebi ve muşu kabul kılınıp bu kanunların çıkışınınki sebepleri nime muşaqda azraq bizge sözlep bergen bolsanız merhamet. Hem de Amerika Devlet Meclisi'de Amerika Parlamentosu'dan Amerika Devlet Meclisi'nin Uygurlar hakkında kanun çıkarış meselesi hayli burun kallımızga kelgen bir mesele. Bunun da mesela Rabia Hanım mı şu türmeden çıkandan keyin bu faaliyetlerini başladı. Muşa lobbyçilik faaliyetlerini başlagan çağda Rabia Hanım bilen şunu sözleşken, şununla Rabia Hanım mı şu çıkıpla kongresmenler bilen köreşken çağda, kongreste faaliyetlerimiz boğan çağda, her uçuruşta yüzligen kongresler bilen köreştik. Şu çağlarının hemmisini Rabia Hanım şu bir kanun çıkarış meselesini o'ttirga koygan, koyup kelgendi. Neçe yıllar bunu o'ttirga koygan. Lekin bu yerda hem şarait, hem siyasi vaziyet, hem xalqaro vaziyet bununla taza ilaqa mas kelmegelligi uchun bundaq bir kanun çıkarış imkoniyati bo'lmadi. Lekin bu kanunu çıkarış uchun shunda Uygurlar haqida, Sharqi Turkiston haqida bir kanun çıkarış uchun nurg'un faaliyetler ilib berildi uningdan avval. Hatta 2004'te biz bir şu Tibet siyasi kanununu çıkargan, bunun çıkarışından ait mühim rol oynagan insanlar bilen mi köreştik, şu çağda körüşüp biz mi muşundaq biz bir nima çıkarayıl deymiz, bununki yolu nima, usulü nima, qanda çıkarış gerek, qanda menişimiz gerek degan çağda ulardan şu çağda mı bizni soğutkan bir nim bolgan, çünkü ular degende hazırki nimede şaraitda Uygurlar meselesi hakkında bir kanun çıkarış mümkün, bulmaslığı mümkün. Biraz sizler bunu saklaşınlar gerek. Çünkü hazır uçağdaylık terörlük meselesi ne Xitay ortaya çıkarıp bütün dünyada Şarkı Türkistan İslami Hareketi degenlerini teşkilatını bu Amerika mı bu terörlük teşkilatla tizimdeki kirgizip ondaki Guantanamo meselesindeki bu Guantanamo'daki Uygur ballarının meselesi mi çoğun mesele bulup Amerika'da. Bu nemede bir müsbet bir göz karaş yok diye uçaktı da. Şununla bu biraz sizler saklaşınlar gerek. Hazır bu neme mümkün bulmaydı da bizge şundak cevap bergen. Şimdi bu ırkı kırgınçılık nemesi başlagan bu zulüm nemesi avcıga yetken 2017'de biz çoğun bir kanun nemesi çıkarış gerek degan qarorga keldik. Shuning uchun buningki oson bir bo'lmaydiganini biz mi yo'lini bilmagandiki, buni qanday qilish kerak degan nimada biz oldida bir mushadi bir qonunchilar bilan bir ko'rishdik. Undan keyin Dolqun Dünya Uyg'ur qurultayining raisi bo'lib Dolqun saylangandan keyin Dolqun kelgandiki biz buningga rasmiy bir yo'l menishimiz kerak. Buningga bir advokatlarni tutup yol manglasak bu bo'lmaydi ekan, lobbychilarni tutup yol manglasak bo'lmaydi ekan deb bir advokatlık firması bilan ko'rashdik. Nuriy Turkal apandimning yordami bilan shu advokatlık firmasiga biz uning bilan bir kelishim imzoladik. Yilliqiga $100,000 beradigan bo'lib, ular bizga bu lobbychilik faoliyatini mush qonun chiqarish masalasida boshladi. Lekin bir necha oydan keyin bizningki uningga pulimiz yetmedi. Chunki nurg'un pul ketdiki, ular mansumi manganimizga ayrı pul oladigan, birisi bilan tamoq chiqsa uning pulini yezib qo'yib, unimi to'laydigan gapga shuning ular yetmay bizga pulni beramiz deganlarmi pulni vaqtida avatmay bermadi. Shuning bilan biz bu hatta bu nima advokatlık firması bilan davolashib qoldik hamda. Chunki biz yok hamda
berenmeymi, iqtisodiyotdan qiynalib sizlarda. kelishimge nima qildinglar deb, onun üçün ayrı bir advokat tutup, aran onun nimasidan be 16 ming, 17 ming dollar pulni nima qilib, aran qutulup chiqdik. Ondan keyin biraz o'rgandik bu ishni. Ha, bu tarafdan mansi bo'ldi ekan deb. Shuningdan keyin bu faoliyatlar boshladi. Bu faoliyatlar natijasida biz Allohga shukr birinchi bo'lib Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi nimadan o'tab Marco Rubio, Chris Smith va James McGovernlar tarafidan berilgan bu qonun loyihasi o'tdi. Ikkinchi bo'lib andikinza Uyg'ur kishilik huquq Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonun loyihasi bu nimadan o'tab birisi Prezident Trump, yana birisi Biden tarafidan imzolanib qonunlashdi. Hozir Amerikada ikki qonun bor endi. Bu nihoyatda ahamiyatlik bir ish, bir qonun bo'ladi. Men shuni so'ramoqchiman endi. Bu qonunlarning ahamiyati nima? Uyg'ur masalasidagi ahamiyatni so'zlab bergan bo'lsangiz. Ahamiyati nihoyatda cho'ng endi. Birinchi ahamiyati bir bu qonun, ikki qonun endi Uyg'urlarning qo'g'dash Xitoy hukumatining o'sha bostirishiga qarshi, irqiy qirg'inchilikqa qarshi Uyg'urlarni qo'g'dash uchun dunyoda chiqqan birdan bir qonun bu ikki qonun. Boshqa dunyoning hech qanday davlatida taqiy bunda qonun chiqib boqmadi. Bu hozir ikki qonun bor deganimizdek, bu qonun Uyg'urlarni qo'g'dash uchun bir dunyoda 80 necha yildan keyin hech qanday bir davlatda bundaq bir qonun Uyg'urlarni qo'g'daydigan, Uyg'urlarni qo'llaydigan bir qonun chiqib boqmagan. Bu Amerikada chiqdi. Shuning uchun buning ahamiyati nihoyatda cho'ng. Uningdan keyin ikkinchi ahamiyati hamda biz ilaqi ba'zi masalalarda Amerika o'zi bu ishga nima ishni qilish kerak hukumat. Chunki buni ijro qilish kerak hamda bu qonun bor bu yerda. Biz hamda bir yerga borsak, mandaq qilib bersanglar, andaq qilib bersanglar demaymiz. Biz jihiyat deydigan gapimiz qonunni ijro qilinglar. Qonun bor bu yerda. Uyg'ur kishilik huquq qonuni va andiki majburiy emgakni cheklash qonuni va mush qonunni to'liq ijro qiling deb hozir biz bu jarayon hamda buningda bundaq yuksak bir ovoz bilan qabul bo'ldi hamda ikki qonun. Buni yana bir ahamiyatini deb qo'yishim kerak. Chunki Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi masalan 409 ovoz bilan o'tgan. Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisining 420 necha ovoz bilan o'tdi. Bir adam qarshi turdi buningga. Buning kim o? Bunda qaragan chaqda buning oqi bir xizmatlarning bo'lganligi, oqi ko'rinishining bo'lganligi o'tirg'i chiqadi. Nurg'ullar bundaq deydi-ku, ba'zi insonlar. Voy, Amerika hukumati bu qonunni qabul, unda gap yo'q. Amerika hukumati bu qonunni chiqsin deb Amerika hukumati o'tirib qo'ygan qonun emas bu. Hatto Amerika hukumati ochiq gap qilsak, ba'zi yerlarda bu qonunlarning o'tmasligi uchun xeyli faoliyatlar ilib bordi. Lekin endi bu kongrada, Amerika Davlat Majlisida cho'ng bir qo'llash bo'ldi Uyg'urlarga. Buning bir sababi bu yerda albatta vatanimizda bo'layotgan shu zulm, irqiy qirg'inchilikninki dunyoga oshkorlanishi. Uningdan keyin bu oshkorlangan bu irqiy qirg'inchilikni shu kongress a'zolariga yaxshi yetkazish, shularni qoyil qilish, shularni ishontirish masalasi. Uningdan keyin bu qonunlarning chiqishida butun dunyodagi Uyg'urlarning hassasi bo'ldi. Shuningga o'xshash yana bu Amerikadagi Uyg'urlarning butun Uyg'urlarning qo'zg'alib chiqishi bu qonunlarniki shunday kuchli shaklda Amerika Davlat Majlisining o'tishida nihoyatda cho'ng rol o'ynadi. Bu yerda musulmon diniy jamoatlar bo'lsin, Yahudi diniy jamoatlar bo'lsin, Hristiyan diniy jamoatlar bo'lsin, bularning hammasi bu qonunlarning o'tishida biz uchun nihoyatda cho'ng yordamda bo'ldi. Bularning hammasiga rahmat aytishimiz kerak.
Onun sırtında yana degenimizdeki bu kongre azalarını malumatlandırış, ulağa uçur bir yetkizüş meselesi de mi yamancık işledi bir yerdeki teşkilatlar. Biz mesela bir nimi desem şu Amerika'da devlet meclisinde 435 aza var. Senatta 100. Biz 405 Amerika Devlet Meclisi'nin 405 azasınınki hemmisininki işhanlarını ziyaret edip çıktık. Ya işhanlınınki müdirleri bile küreştik, ya yardımcıları bile küreştik, ya ki şu kongresmenlerinin özleri bile küreştik. Meselelerini anlattık. Onun dikince bir sistem kurduk. Bu sistem ne desiniz? Her hafta biz hazırgıça Amerika Devlet Meclisi'nin 435 azasıga ve senatki 100 senatörga ninki yardımcılarıga her hafta Uygurlar hakkında malumat evetip durumuz. Nim buluvatıdı, kandak buluvatıdı, zulüm nereden ne kitip barıdı, Xitay kanda mesela yıkılladı, Xitay kanda oyun oynavatıdı, üyedikini meni yok çıkarış için. Muşlarının hemmisini her hafta digidek. Bula okusun, okumusun, bunu evetip duruvatımız. Şununla bu kongreninki, azalarınınki cıkının haberi yok bu meselelerden. Bu meselelerden haberdar buldu. Şununla hemmisi digidek bir histaşlık bildirdi. Bunun da elbette Xitay'a qaratkan bu nimeninki köz qarashınınki özgürüşü, bunun mu rolü var? Vatanimizdeki o zulümün elbette en çok rolü var. Ama bularni muşu nim buluvatıdı degan meselede qanday zulüm buluvatıdı, qanday irqiy qirg'inchilik qanday yurgizilyapti degan meselede bularni ma'lumotlantirish, bularni xabarlantirishning mu alohida roli bor. İqtisadi jihatdan Xitoy bilan Amerika naýaty ziş baglanıp ketgenke, meş ýakynky ýyllargacha Amerikanyň naýaty çoň menfaati bar hemde. Xitoyga meblag selip, şu ýerden hemde paýda alman dep közlegen bir döwlet. Albatta bu döwletde başga bir milletninki tagdiri üçin kanun çykaryş asan emes. Bunyň hemde muşundaq bir şaraitda Uygurlar üçin bu kanunlaryň çykarylyşy Uygurlar hakikaten naýat hesdaşlyk kılış bilen münasebetlikmi yoki Amerikanyň menfaati barmy? Muşu noktadan azrak söýlep berýärmisiniz? Hamda Amerikanyň menfaati boluşy mümkin onunda. Ama bizninki bir nima bar? Mesela muşu bolupmu qarang Uygur muşu mezburi emgekini çekleş kanun laýysy. Muşununga mangan çegimizde naýaty çoň Amerika şirketleri Xitoynyň nimesi bilen muşu kanunnyňki ötmesligi üçin nurgun ýol maňdy bular. Bularda pul var, bularda Adam güçü bar. Adam güçü var. Mesela şunda çoň şirketler Apple demsiz, bunu yana çoň Nike demsiz. Mesela muşu şirketleriň hemmisi çoň ýol maňdy. Hatta Amerika Taşkı İşler Ministri yardımcısı mı? Bazı kongrelerge berip, kongresmenlerge berip, bulaniki bu meseleni, bu hatta bu kanunun ötüşünün keçiktirilişi hakkında yol mangallıgını biz hukuk bu mu paşolap keyin Amerika şu Washington Post'ta yaxşı bir dostumuz var Josh Rogan degan bu meseleni yazdı. Hatta biz şu Taşkı İşler Ministri yardımcıları bilen köreşken çağda Dolqun efendim kelgen şu çağda, köreşken çağda bu meseleni o çok oturup koyduk. Biz hazır bu kanunun çıkışı için şunçalik tirişip meňebatymyz. Ama sizler anlaşımızca bunun karşı şunda qıbetipsizler. Mesela Taşkı İşler yardımcısı palani mında meňebatipdi biz anladyk muşdan qanday qaraýsyz dedim. Desek bu nimege çıkan, gizliге çıkan bir makalda yazılgan nime bu doğru emes o bu dedi. Lekin bazı kongreslerge kirgen çağımızda şu kanunu kabul kıldırış için cügrep jügen zamanda bu Amerika Devlet Meclisi'ninki koridorları da biz kirsek bizden sonra diye sizler köydünler mi hazır çıketken adamlarını bir yerden çıketti dedim. Ya kimler kirip diken desek falan yerinin adamları kiripti o deydi. Bu kanununki mandak Amerika'ya iktisadi cihetten manda zihni var. Bizninki mançilik adam. Mesela şu ştat hatta bir ştatninki kongresmeniga berip
bu sizinki shtatında manchilik adam 5000 adam, necha ming adam manimiga ishlaydi. Agar bu qonun o'tsa, mushu qonun sababidan manchi necha ming adam ishsiz qilishi mumkin degan gap. Mushu shaklda nima qildi? Ama bir nimaga men hamda Amerikada hayron bo'lgan nimam, Amerikaning o'zining manfaatini bo'lishi mumkin dedi qo'bayam. Lekin ashundaq turib, shu kongressmenlarninki shuni anglab turib, men bu ochiq bo'layotgan bu zulmga qanday ko'z yumib turaman. Bu bir haqiqiy qirg'inchilik yuz beryapsa, hamma nima bilan bu pokitlik, hamma nima ko'zimizning oldida tursa, mushuni ko'rib turib, men qanday nima beraman deb, ularninki talablarini rad qilib, bu qonunninki o'tish uchun nima deydi? Nihoyat kuchli bir nima o'ylab beqing. 435 a'zodan 420 necha 27 shunda adam a'zosi kongressninki davlat majlisining a'zosi buni qo'llab ovoz berdi. Buning o'tishi uchun ovoz berdi bu qonunninki. Shuningga buningdimi bu yerda Amerikaning albatta siyosat manfaatimi bo'lishi mumkin, lekin bir insoniy nimaning rol o'ynaganligini ko'zdan chiqarmasak bo'ladi. Chunki bu yerda Amerikada nimishki bunday qo'llashga erishib ketdi degan yana bir nima shu. Bu yerda ham 2-3 masalami nihoyatda cho'ng rol o'ynadi bu yerda. Amerikadagi ko'z qarashniki, Uyg'urlar masalasida qo'llashninki nihoyat kuchayib ketishida. Birinchisi 14-20 tonna ayol chash nimasininki tutilgan. Yağan chash yasaydigan bu chashninki zavodlarda bizning Uyg'urlarga oid bo'lganligi, Uyg'ur ayollarga oid bo'lganligi o'ttirga chiqdi. Bu chunki hozirgi nimada nihoyat osonki bu bir nimaninki nerdan kelganligini aniqlash. Buni aniqlab chiqdi. Buni Amerika tamojnisi buni tutdi. Buni tutgandiki bu oshkorlangandikin ba'zi nimalar tadqiqotlar ilib berilib, bu 14,5 tonna chashninki yig'ilishi uchun bu 14,5 tonna chashninki 450 ming kishininki chechini tushasa mushunchalik chash bo'ladiganligi chiqdi. Demakki 450 ming ayol turmadi ekan. Lager degan nima o'ttirga chiqdi. Bu bir cho'ng bir g'azab qo'zg'adi. Bu Yahudiylarninki o'sha 2-Dunyo urushida Hitler tarafidan uchirgan Yahudi ayollarining uchirgan nimasiga o'xshash bir nima bo'lgan. Bu yerdagi Yahudi jamoatlarini bu qo'zg'atdi. Ikkinchisi endi kim Uyg'urlarninki bu paxta zarlarda nimalarda majburiy ishlatganligi, qul ishchi sifatida Bingtuanninki nimalarida bu o'ttirga chiqqandan keyin bu yerdagi qarilar orasidami bir nima qo'zg'aldi. Qarilarmi shu o'xshash qul qilinib 100 necha yil avval Amerikada shu paxtazorlarda majburiy qul qilib ishlatilgan bu nima o'ttirga chiqdi. Uningdan keyin Amerikadagi nurg'unlagan akademiklar o'zlarining bizning vatanga borganlar bor, vatandagi bizniki Uyg'ur ziyolilari bilan, akademiklari bilan zich munosabati bo'lgan nurg'unlagan bu Amerikada akademiklar birdilla o'zlarining do'stlarini yo'qotib qo'ygan gap. Bu qani bu do'stim desa yo'q. Akatgan. Shundan keyin bu akademiklarda bir qo'zg'alish bo'ldi. Uning sirtida yana shu o'quvchilar, ba'zi Uyg'ur o'quvchilar, masalan, bizga nurg'un xatlar keldi. Syracuse University deymiz, Marquette University deymiz. Shu universitetlardan bizga xatlar keldi. O'quvchilardan. Meningki shunda bir sinfdoshim botdi. Biz bir uyda turatdik. Ota-onasi chaqirdi, keldi dedi, ketib qoldi. Ketib qilib yo'qab ketdi. Hozir hech bundan nima olmayapmiz deb. Bularmi birdilla hayron qoldi. Bu bo'lgan zulmga, bundaq bir zulmninki mumkin bo'lmaydiganligini bular tasavvur qiladi u chaqda. Ya'ni bundaq nima mumkin emas deb. Hatto boshda Amerika davlat majlisining a'zolari bilan Amerika hukumati bilan ko'rishib, biz 10 minglagan odamni shuna akirib ketdi, tutib ketib bordi desak,
bizga bunda mübalağa qilmanglar degan. Keyin undan keyin bu haqiqatlar o'ttirga chiqqandan keyin bu yerda ayrı bir qo'zg'alish bo'ldi Uyg'urlarni. Ham Uyg'urlarni qo'zg'adi Xitoyning bu zulmi, bu irqiy qirg'inchiligi Amerikadagi, ham Amerikaliklarni qo'zg'adi. Shuningga masalan deyli mush qonunlarning o'tishida bu yerdagi andikin musulmon jamoat mechitlarning cheqilishi, yiqilishi, Xitoy hukumatiningki diniy zotlarni yo'qotishi bu yerdagi musulmonlarni qo'zg'adi. O 16 ming mechit cheqildi deb biz chiqamidik o dokladni. Avstraliyaninki bir institut, bir tadqiqot instituti chiqadi. Bu nima cho'ng ta'sir qo'zg'adi dunyoda, ham Amerikada. Shuning bilan ham yahudiylar, ham musulmonlar, hatto o'ylab beqing yahudiylarninki burunki mushu Yahudi Kongress va Dünya Yahudi Kongresi. Şununki baş katibi İsrail Singer degan bir adam var ki. Biz berip New York'ta görüşken bu adam bilan görüşüp biz muşunda buluyordu. Çünkü bazı kongresmenler uçakta biraz putrep kanunlarının ötüşüge taza maslaşma atadı. Ular to'xtab qolg'achqa o kanunlarni to'xtab kelib shunda bo'lgan chog'da shuning berib so'zlashdik. So'zlashsak dediki bular puxtadoq masalalarni dedik. Bu odamni qoyil qildik. Qoyil qilgandiki sizlarga hozir kimlar bu nima qilayotgan dedi. Dedi palani deb shularning ismini berdik. Ma adam masalan ma komitetninki boshlig'i hozir o'tishi uchun buni chapsan bir kun tartibga elish kerak. Ammo atidi, putiravatıdı şu degandiki o'sha adam dediki men berib billa sen bilan lobbichilik qilib beraman dedi. Ben boshda ishonmadim endi. Mani tunja kedim da'vatim bu yer. Men ishonmadim. Qani dedik. Shunday ekansa Dolqun ketdi Germaniyaga. Men qaytib keldim Washingtonga qaytib kelib bir 2-3 haftadan keyin 4 haftadan keyin telefon qildi. O'sha adam men atlikka bormoqchi 8 adam bilan boraman. Men Facebook'imga chiqarib qo'ygandim. Shu nimada kongrening oldida kutibdi. Biz shu kongresmenlarning nimasidan kirmaymiz. Degandiki hayron qoldim. Odam tursam soat 9 da adam keldi. Kelib atdigan soat 9 dan oqshom soat 7 gacha biz bilan billa, men bilan billa butun shu biz ilaqqa biraz nima qilayotgan gapimizni o'tkazolmayotgan kongresmenlarning ofislariga kirib, "Ma qonunni nima qilmaysizlar? Mushunda qo'llamaysizlar. Nimishki mushunda chapsan chiqarmaysizlar. Bu irqiy qirg'inchilik yuz beryapti. Xabaringlar yo'qmi buningdan?" deb. Dedi, shuningdek keyin qarasak ular taq nima qildi? Qo'l qo'yapti. Ya'ni davatqinim ham musulmonlar uningdek shu o'zininki kongresslar, har qaysi shtatlardan o'zining kongressmenlariga to'la telefon qilib, "Ma nimani qo'llaysan?" deb. Oxiri ba'zi kongressmenlardan bizga nima keldi? Xabar keldi. Biz sizlarninki qonunni qo'llaymiz. Buningga biz ma'qul deymiz. Sizlar o'zinglarning qo'llag'uvchilariga desanglar, bizga telefon qilmasa, faks avatmasa, chunki bizning faksimiz, telefonimiz itilib qoldi deb telefon qildi. Ya'ni yuzlarcha telefon kelgan gap. Nimalarda. Shuning bilan bu qonunlar shu kuchli nima bilan o'tdi Amerika Davlat Majlisidan. Yani birisi 409, yana birisi 420 necha bilan o'tdi. Bu nimadan darak berdi desangiz, bizga bo'lgan qo'llashdan kongreda Uyg'urlar haqida ikkili partiyaninki Uyg'urlarni qo'llash masalasida birlashganligidan darak berdi. Undan keyin garchi hukumat istamasimi bu nima? Hatto prezidentlar bunga qo'l qo'yishdan biraz nima qildi? Qo'l qo'ymaymiz. Ishkilandi. Ya bitirdi. Masalan Trump mu xeyli nima chiqadi? Necha hafta saqladi. Undan keyin majbur qo'l qo'ydi. Chunki 400 necha ovoz bilan o'tgandan keyin prezident qo'l qo'yamdi, qo'ymamdi, bu qonunlashib ketadi ekan. Chunki ularning qo'l majbur qoldi ekanda prezident. Qo'l qo'ysimi qonunlashadi, qo'l qo'ymasimi. Nima shunda bo'ldi?
mecburi emgekini çeklaş kanuni. Bu kanun şunda öttü. Nayt küçük ötkendiki Biden aldı da Amalsız kaldı. neme imza kılmaydı eğer Biden eğer aşında küçlüknün bile ötmegen bolsa. Ahir mecbur kaldı. O nemedin kol koyup onu resmi kanunlaştırdı. Çünkü prezidentinin bu kol koyuşuna ihtiyacı yoktu bu kanunların. Şunda küçük şekilde çıktı da ondaq bolsa. Şunda küçük şekilde çıktı. Mana bu da kitim tünügün ülüşkün ana Uygur siyaseti kanunumu Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası'nın öttü. Ha, emdi şuna vakilleyle. 414 avaz bilen öttü. Avaz bilen. 6 adam bana karşı çıktı. 414 degen nayt küçük bir avaz. Yani 414 bu başka eğer senet nemesidim bu kanunninki otur koyulup senetdim Kengeş Palatası'dan ötse demek ki aşındak bir nimede ötse bu prezidentinin kol koyuşu mu hacet kanmasının kanunlaşılan kanun bulup ötüdü inşallah. Elbette demokratik devletlerde hem de vicdanlık adamlar yanları köp olur dike, olanın rengi, dini, etikadi o nimelerge qaramay, haqqaniyet bolgan bolsa hem de muş parlament azalarıdan enik, muş haqiqat taraf tuturup, haqiqatan jazalaştı tegishlik birisi ba dep oylaganlyk üçün bunu qollap quvvatlap şundaq qildi. Bunun bilen birle hem de sizlarning tirişçanlygyňlar şeýerdeki Uygurlarnyňki lobiçilik faaliýetleriniňki näýti planlık, programlık ve toxtap qalmay qilishning netijesi dep oylayman. Hamda aldığım günü Avam Palatasında Uygurlar üçün nayit muhim bir kanun ötdi. Abiyam siz dep ötüp ketkendek Uygur siyasi kanun layihisi. Bu kanunninki mezmunu nime? Bunu qabul qıldırış jarayonida nimelerni qıldыңlar? Qanday xizmatlar işlendi? Muşundan azraq sözlep bergen bolsanız. Buldu. Bunun da sözley ama ben bir nimene hazır. Bu bir kanda basqıçlardan ötdü. Kandak mesela bir kanun deyli kanun layihisi kanunu kanda ötküzümez nemedin de hem şunun bir jaryanı var da hem de biz mesela ama şu Yong Kim Hanım'a birinci en kıyın nemesi kanun ötküzüşünki bir kongresmen tipi şu kongresmen bile yakın münasebet ornatoş onun dikinse şu kongresmenni bir kanun sunuşqa qayil qilish. Muşu jaryan eng muhim jaryanımdı. Bu jaryanda nurgun hizmetler ketidi. Elbette kongresmen bilen biriple görüşüş mümkün emas. Eng avval nima qildigan nima? Şu kongresmenninki yardımcıları bile. Bunun bulup mu kanun cihetdeki yardımcıları. Şular bile yakın münasebet kurup ular bilan yaxshi munosabat o'rnatib, uningdan ular bilan uchur almashtirib, o'zingizningki u ishonchni tiklash kerak ularning oldida. Shuningdan keyin ular sizning gapingizga ishonishi kerak. Andikin shu bir qonun sunish nimasini shu chog'da o'tirib qo'ysiz, mushunda bir qonun sunilsa, mushu jihatda bir qonun sunilsa deb, undan keyin u qonunning sunilishininki hem o kongresmenga mi foydali bo'lishi kerak u. Hem uningga tushuntirish kerak. Bu shundaq bir qonun nima sunilsa, bu hem Amerikaning milliy manfaatiga zid emas, milliy manfaatiga foydali. Hem sizning o'zingizning nimasiga bu o'tidi. Biz buningga aytib ishlaymiz, o'tidi. Chunki bir kongresmen bir davlat majlisi a'zosi albatta bir qonunninki uning nomida bir qonunning o'tishi, uningki shu siyosiy hayotdagi cho'ng bir utuq bo'ladi. Kanun ötüp qalsida shunga buni qoyil qilish eng birinchi masala. Shunda qoyil bo'lgan chog'da andikin ham ma'qul deb bu uningdikinza nimasini bu qonunni sunish to'g'risida tonishtirish to'g'risida nima qiladi. Ikkinchi andikinza bu yerda bizning faoliyatimiz boshlaydi endi. Bu bir qonunni tanıştığandaki mesela Yong Kim Hanım bilan ko'rashdik, masalalarni nima qildik. Bu qonun loyihasi tayyorlandi. Bu qonun loyihasining tayyorlanish jarayonidami nurg'un xizmatlar oldu. Endi biz uningga ma'ni kirgazsak, moddani kirgazsak bu yaxshi bo'ladi. U deb yurib, uningga qoyil qilib ba'zi moddalarni uning ichiga kirgizamiz o qonunning. Bu qonun kirgizib bu
Ondan keyin o'ziga bu bir nima topidi. Bu asosliq qonunni sungan, tonishtirgan şu Young Kim Hanım bo'ladi. Undan keyin demokratlardanmi birisi bo'lishi kerak. Ikkala partiyadan bo'lmasa, bir partiyaninki nimani sunib qolsa qonunni bu chiqmay qoldi. Undan keyin ikkinchisi yana birisi bunga diqqat qilishimiz kerak. U qonun loyihasini sungan odam shu kongressda, shu kongressda masalan 118. kongres ma'u qaysi partiyaning üstünlükte bo'lganligini diqqatga ilishimiz kerak. Masalan, chunki shu partiyada üstünlük bo'lsa, masalan, Cumhuriyetçiler hozir üstünlükte nimada, Avam palatasida. Bu yerda nima bo'ldi? Bu Cumhuriyetçi birisi bu qonunni sunsa, komitetlardan chapsan o'tidi. Uning dikinza majlisning raisimi Cumhuriyetçi bo'lgandan keyin kun tartibiga qo'yib umumiy yig'indan Avam palatasini o'tishdimi, cho'ng rol o'ynaydi. Shuningga bu qonunni sungan odamning bu kongressda Cumhuriyetçi bo'lishi nihoyat muhim. Nima Young Kim Hanım Cumhuriyetçi, u o'ziga bir nima shuni qo'llag'uvchi qilib, MBR deb demokrat bu odam buni qo'shdi. Shuning bilan endi bu yerda bizning faoliyatimiz ana o'shada, ya'ni texnik eng muhim faoliyatimiz boshlaydi. U faoliyat nima? Endi bu qonun loyihasi nimadan sunildi, sunilgandiki buni qo'llaydigan odamlarni biz tepishimiz kerak endi. O'zimi bizga yordam qiladi. O'zi deydi, Allah'ın aldığı beringlar, manning aldığı beringlar deb u yerga boramiz. Uning sirtida o'zimiz toniydigan, o xanım bilan nima bo'lmagan, zich munosabatda bo'lmagan kongressmenlar bor, demokrat kongressmenlar bor. Ularga berib, ularga bu qonunninki ahamiyatini anlatib, bu qonunninki qanchalik muhimligini Uyg'urlar uchun ama shu darhol bu nimadan o'tish kerakligini deb, buni qo'llab bersangiz deb uningga deymiz. U jarayondami albatta avval yordamchilari bilan, andikin o'zi bilan shunda ko'rishib, masalan, qo'llag'uvchini, shu qonunni qo'llaydigan odamlarni, sponsorlarni ko'paytimiz. Masalan, Young Kim Hanım'ninki Uyg'ur siyosati qonuniga 170 nima bor, qo'llag'uvchi bo'ldi. 170 odam, tek ovozga qo'yilmasdan 170 odam buni biz qo'llaymiz deb shu qonunga sponsor bo'lib berdi. Ondan keyin endi bu qonun bu yerdan nima Avam palatasida andiginimdek o'lishgun bu o'tdi. Avam palatasida 414 ovoz bilan o'tdi, yaxshi bir nim bilan o'tdi. Endi bu qonunning endi nega kelimiz? Endi Kengash palatasida o'xshash nima? Chigimida undaq bo'lsa Kengash palatasından mı o'tish kerakmi? Kengash palatasini o'tish kerak. Kengash palatasiga aşını sunadigan odamlarni topdik, sundi uni qonunni. Sungandan endi bu yerda buningki metni, o ichidagi moddalarning o'xshash bo'lishi kerak. Belki hozir endi bu Kengash palatasida ba'zi o'zgarishlar kiryotdi uningga. Moddani nima emas, bu modda bo'lmasligi mumkin bu yerda. Buni qabul qilolmaymiz deganlar bo'lyotdi. Shunda degandiki, endi nima bo'ladi? Bu nimaninki tekstininki ikki qonunning o'xshash bo'lishi uchun bu Kengash palatasidan bir yerga kelgan chog'da, o'tgan chog'da bu endi bu Kengash palatasi bilan hozir Avam palatasidagi qonunni sungan Amibera va Young Kim Hanım'ninki yordamchilari bilan Kengash palatasida qonunni sungan senatorlarning yordamchisi bir araga kelib, buni konferans deydi. Bu nimani birlashtirdi endi. Eğerdeki o'zgarishlarni unga kirgizib, ikki taraf bir nima tekst ustida birlashidi. Ma'qul, mushuni qabul qilaylik deb, aningdan ba'zi nimalar chiqadi, aningdan ba'zi nimalar kiradi. Shuning bilan ikki o'xshash nima bir yerga kelib, bir matn nimasi yozilib chiqiladi. Chiqqandan keyin andikin buni Davlat Meclisi umumiy yig'iniga ivatiladi. Endi shu yerda speaker deydi, endi Davlat Meclisi raisi buni kun tartibiga elish kerak. Kun tartibiga elib ovozga sunish kerakda. Bu endi Davlat Meclisi nimaninki bu night roli cho'ng u yerda. Uning uchun yo'l minish kerak. Davlat Meclisi raisi
buni kun tartibga olmasa oylarcha o'tirib ketadi u yerda. Hatto u qonun nimadan o'tgan bo'lsa-mu, bu kun tartibiga kelib ovoziga qo'yilmasa, ovoziga qo'yish nimasiga elish, kalendarga kirgizish shu nimaningki davlat majlisi raisininki salohiyati aslida u salohiyati bor shuni agar shu rais xohlagan chog'da uni kalendarga oladi, xohlamasa olmaydi. Bizga shuningga biz nihoyatda minnatdor nimadan burunqi davlat majlisi raisi Nancy Pelosi xonimdan, chunki shu to'xtab qolgan, ilinmay qolib qolgan vaqtida Nancy Pelosi to'xsizdilar buni men nimaga olaman, kalendarga olaman debla shu kun tartibiga ilib ovozga qo'ydi hamda bizmi mana nima chiqqandan keyin andikinza bu spikerninki buni darhol kun tartibiga ilish uchun tirishimiz mushundaq bo'lib andikinza bu u yerdan o'tgandan keyin prezidentga ivatildi, prezident qo'l qo'ydi, shuni bilan qonunlashadi. Ham buningki alohidaligi bu qonun nimasiniki alohidaligi bu qonun endi Xudoyim bo'lsa Kengash palatasida o'tib ketdi. Buni qanchalik ishlash qilish kerak? O'tgandan keyin nima bo'ldi? Endi buni o'tgandan keyin Uyg'urlarning hayotida masalan vatandoshlik berilamdi, yashil kart berilamdi degan o'xshash narsalarmi yoki bu butunlay vatanga qartilgan bir qonunmi? Buning bilan bu aloqasi yo'q. Bu nimaniki albatta Uyg'urlarga nurg'un qulayliklar nimalar bo'ladi. Birinchisi eng bizniki hozir nimaga suyunayotgan nimamiz bu qonun bo'yicha nima bo'ldi desangiz, birinchisi Amerika Davlat Majlisida bir alohida koordinator Uyg'urlarni nima qilish uchun alohida bir koordinator Uyg'ur masalasiga qarash uchun-da. Bu nima nihoyat muhim. Amerikaninki rasmiy siyosiy kun tartibiga kirgan bo'ldi Uyg'ur masalasi. U chog'da biz dunyodan u yoqdan bu yoqdan lobbichilik qilib yurishimizningki hojat qolmaydi. Shu koordinator, u koordinatorninki nachilagan qo'l ostida xizmatchisi bo'ladi. Amerika davlati nomidan berib, boshqa davlatlarga berib, Uyg'ur masalasini ular bilan muzokara qilib, ularni Uyg'ur masalasini va Uyg'urlarningki bu zulmdan, bu nimadan qutulishi, haq huquqlarining berilishi uchun shu koordinator xizmat qildi. Bu nihoyatda muhim yeri bu qonunning hamda. Shuning uchun muhimki haqiqatan. Chunki anandikinza Amerika Davlat Majlisiga shu koordinator Amerika Tashqi ishlar ministrligi doklad berdi. Uyg'urlarni qo'g'dash uchun nima qildi masalanda? Bu o'zligidan ishlaydigan bir mexanizma o'ttirg'i chiqadi-da endi. Undaq bo'lsa buni mundaq deb tushunsak bo'lamdi. Kechiring, men tozalik Amerikaning qonunlarini bilmagachga so'rayapman. Ammo o'xshash balkim qalasiz savol tug'ilgan nimalarimiz bo'lishi mumkin, vatandoshlarimiz bo'lishi mumkin. Bu endi agar qabul qilinsa, Kengash palatasidami o'tib ketsa, xuddi mush Amerika majlisida Uyg'urlarning so'zini qildigan bir organ qurilgan o'xshash bo'lamdi. Shunda kuchlikanda demak bu. Amerika Davlat Majlisi emas, Amerika Tashqi ishlar ministrligida. Tashqi ishlar ministrligida. Musha odamni andikin bu kongrega doklad berish kerak. Nima qildi, nima qilmadi? Uyg'urlar qaysi vaziyatda? Uyg'urlarning vaziyati nima? Irqiy qirg'inchilik to'xtadimi, to'xtamadimi? Uyg'urlar masalan hozir qaysi kunda turyapti, qaysi vaziyatda turyapti? Xitoyning qandaq taktikalar bilan Uyg'urlarni bostiryapti? Bu haqda bu odam doklad tayyorlab her nimada Amerika Davlat Majlisiga sunish kerak. Amerika Davlat Majlisi andiki bu odamni akilib, senatda har zaman hearing bo'ldi, shunga o'xshash hearingga chaqirib, sen nima qilyapsan? Uyg'urlarning ahvoli nima? Sen nima qilding? Hozirgacha qaysi ishlarni qilding deb buningdan so'rash nimasiga ega bo'ldi. Undan keyin masalan bu yerda yana bir nima, endi Uyg'urlar Tashqi ishlar ministrligininki rasmiy nima sistemasidagi bir nimaga kiradi. Chunki bu yana bir modda, bu Tashqi ishlar ministrligida Uyg'ur tilini o'rgatishni nima qiladi hozir. Hatto Amerika konsulosliklarida, Amerika bosh elchiliklarida bir Uyg'ur tilini bilgan, Uyg'ur tilini ravon so'zlagan bir xodimlarning bo'lishini talab qildi bu qonun.
Ondaki yani bir en mühim maddelerinin biri hem de ben bunun gaylaka bakcık adam dikkat kılmadı. Bir yerde yana Uygurlarınki mesela deydi o Xitay hükümeti Uygurlarınki öz Xitay hükümeti nimelerge kol koygan halkaralık kelişimlerge şu kelişimlerde Uygurlarınki öz takdirini özü boyunca Belgeleş. Uygurlarının öz takdirini özü belgileş hukukuga hürmet kılış gerek degan maddim babiyada. Bu mu nayda çoğun bir nime. Şunun biz hem de bir yerden kütüp atqınımız en çoğun nime'nin biri şu. Ondakin Uygurlarga mesela Uygurlarınki şu vatan sırtıdaki Uygurlarının milli kimligini, örpü adetlerini, tilini qoğdaş Amerika hükümetininki resmi bulağa yardım kılışını öz işiga algan madde babiyada. Bu munayta muhim hem de tunca ketim Amerika'da Amerika hükümetinin resmi uygulağa resmi yusunda yardım kılışı meselesi de madde var. Başka milletler burun çıkırıp bakamam şunda kanun demiş da siyasi kanun da bir kanun çıkırılıp bakamam. Tibetler olsun ya ki başkalar olsun. Ya bizninki Tibetninki var. Tibet siyaseti kanunu var. Ama bizninki ma nima bulup mu men hem de Amerika'da her gün bu iş bilen nima qilayotgan chog'da şu bulup mu bizninki nimada ma Uygur mecburi emgikini cheklash kanuni bağan siri kengayyapti buningki doirasi. Hem de Xitoyga zarba berish Uygurlar meselesinde Uygurlar qaratgan zulmininki Xitoyga mushuni to'litish nimasida ham de bir bedelini her nimaga bu Xitoy hukumati hozir hech qanday bedel to'lamay keldi. Her qandaq zulmni qilgan bo'lsa Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqiga hozir mushu majburiy emgak nimasi nayta muhim, nayta to'liqmi ijro qilinyotidi. Ikkinchisi doirasi kengayib o'kini mushu nima muzokara qilingan kuni Uyg'ur siyosat qonuni muzokara qilgan kuni No Dollar Bill degan bir qonun o'tdi. Nathaniel Moran tarafidan Texas'niki bu kongresmeni şu kongresmen tarafından sunulgan Xitoy Uyg'ur majburiy emgak bilan chetilgan mallarga $1 mı bermaslik deganni tarjima qilindi bu. Şu qilindi. Buningda nima deydi desiniz? Endi Amerika hukumat organlarini sirtdagi shirkatlar bilan munosabat qilgan chog'da u shirkatlar agar Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishligi bo'lgan bir shirkatlar bo'lib qolsa, ular bilan munosabatlarni uzish, savdo munosabatlarini uzish masalasini o'tirib qo'ydi. Bu demakki, Uyg'ur majburiy emgak qonuni bo'lgan sir buning doirasi kengayib, Xitoyni nayta qistaydigan, Xitoyga nayta cho'ng zarba beradigan bir qonun nimasiga o'zgarib ketmadi. Uning sirtida yana men buni hatto mushu Tibet siyosati qonuni var-da, nima Tibet degani Tayvan. Bu endi Tayvan munosabatlar qonuni. Bu albatta harbiy bir askariy bir nimani o'z ichiga olgan bir qonun. Lekin shuningdan oz emas deb kam emas buning ahamiyati deb qarayman. Chunki bu iqtisod bilan munosabatli bo'lg'achqa majburiy emgak qonuni bu her gün Uygur meselesininki her qandaq bir yerida Amerikaninki tilga ilinishiga, o'tirib qo'yilishiga sabab bo'lyapti. Tijorat nimasini Moliya ministrligi demsiz, her qandaq bu nimada anandikinza shu Uygur mecburi emgak nimasida bir alayda xizmat gruppasi var. Bunun içinde 18 devlet organı var Amerika'nın da. Şununla kirgen hizmet gruppasida. Bu hizmet gruppasida mı her haftaligidek bular yığın açıdı, mesele oldu. Demek Uygur meselesi Amerika'nınki resmi nimesiga dairelerinde her gün iktisat meselesi bu başka her gün bu iktisat nime insanlarınki gündelik hayatı bile münasebetlik bu başka bu Uygur meselesi her kandak platformda
her kandak organda, her kandak dairede, Amerika'nın resmi dairesinde bu her gündegidek Uygur'unki gibi boluvatkan bir nime oturga koyuvatıdı. Nayti şunun için nayti ehmiyetlik dep qarayma. Bu Uygur siyaseti kanunumu bayam dep ötken maddelerini öz içige ağaçka bu nayti bir ehmiyetlik bir kanun. İnşallah biz hazır hem de bütün gücümüzni muş Kengeş Palatası da bununla tarafta toplaş, bunu ile kollaydıgan adam toplaş, şunun berivatımız belki Facebook nimese de biz bazen kop koyumuz körüvatkansızlar her gün digidek biz şu hazır hem de senatta Amerika Devlet Meclisi Kengeş Palatası da her gün digidek bir yerde bir neçeligen senatör ya senatörünün ki işhanısındaki yardımcıları ve şular bile görüşüp bu meselenin kaçılık ehemmiyetinin bağlılığını bununki Uygur meselesi gibi emas bununki yani iki kanun var bir yerde birisi hem de nimede sunuldu Kengeş Palatası da sunuldu nime Avam Palatası da mı sunulmakçı Xitay nime Chinese Transnational Repression Act deydi, Policy Act. Bu ile çigra halk bastırış siyaseti kanunu. Bu mu nime buluvatıdı? Bu şu ikisininki ehmiyetini anlatıp, ehmiyetini uqturup hem senatörlarga kançılık hem Amerika üçün, hem Uygur üçün, hem halkara cemaat üçün bununki kançılık faydalı, menfaatlik bir kanunlar bolğanlığını anlatış nimesi de menguatımız. Ama ikinci abaytım degen ahir ketim tilga algan kanun bek muhimke, çegara atlap bastırış siyasi kanunu degen mu azır Uygurlar tehdit edip kevatkan mezmunlarning birisi. Onun karşı eğer bir kanun çıksa mı nayt yaxşı bolur dep oylayman. Endi mesela mecburi emgek kanunu çıkandan keyin bu kanun xilaplık qilganlarni jazolaydigan bir nemisi mezmunu bar ekanmish kanunlarning ichida. Bu siyasi kanunning ichidami mushtaq jazolash mezmuni bormi? Yoki moddelari bormi? Ya bu yerde çünkü anda nima boğaşka bir yerde cezalaş nimesi yok. Bir yerde Mesela bu kanun xilaplık qilib mesela Uygurlarga istaşlık qilgan yoki Uygurlarninki elbette ona narsa yok. Bu elbette şunda bu kanun boğandaki bir kanun bir devlette bir kanun olsa o kanunga xilaplık bir iş olsa bu elbette o cezalandırılmıştan o normal nime her nimede ba. Hem de bizdeki bu kanun üstüde nait işlep gitip bağınımızın sebebi bütün gücümüzle şu bir kanun çıkarış üçün berivatkanlığımızın sebebi çünkü kanun olsa naite bayam diginimde iş asan bolur iken kanunla icra kılı deyimiz ki insanlara bu hükümet erbaplarına bu kanunlanmış. Mesela bunun akısta biz judok mesela mecburi emgek muş kanunla toluk icra kılınmavatamdı, kılınmavatamdı degen meseldi mu naite ciddi bununla qarab mesela muş mecburi emgek nimesi de bizdeki bu kişilik hukuk kuruluşununki naite çoğun rolü boldu. Biz bir dokular çıkardık çılanla nimesi de mesela de. Bu Bingtuan bile ticaret uya münasebet kılış çeklengen Amerika'da. Bingtuan şu erkek kırgınçılık yürgüzüp atkan nimelerinin içine ilingan, paratizmlik ilingan. Şu yaman çoğun bir iş hem de Bingtuan'ı çekler. Bingtuan degenin 40 mingdek şirket bile münasebeti var bir nime kuruluş. Şunun bile bu ne toluk icra kılınıvatamdı, kılınmavatam degende biz bunun aksın menguvatımız hemmini de bu Amerika ile tamojnisi aylık hatta nime çıkarıp kançılık malının tutulganlığı, kançılık malının ki kaytırılganlığı muşu meselede nime berivatıdı hazır. Malumat berip turugluq. Bir degendi ki biz endikin bu şu nimelerni bu Amerika Uygur Birleşmesi bilen birleşip nime meyadaki Xitay nimeler var, dükkanlar var hem de. Şu yerlerini aylanıp bu çılanlarını tep aldık hem de. Çılanlarını tep bilip hem de bu çoğun bir nim oldu bizim için. Dokladını çıkarıp dokladını ilan kılan dikin tamojna idaresine hatta işki xatarlik ministerliginden bizni çağırıp dedi bunu çıkamazdım burun bizge desanglar boptiken dep. Hem de biz çıkarıp bizni biraz nime
aldı koydunlar degandek gaplar bo'ldi. Ama uningdiki nihoyatda kuchaydi bu nimandiki. Shu kontrol bu Uyg'urlar bilan nimelik mushundaq Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq mollarning kirmi. Ham bu yerda bu yana bir cho'ng masala, masalan Kanada bilan o'tganda Kanadaga bordik, Kanada nima qildik? Bu qonunninki ojiz taraflari bor edi. Bu Amerika shu majburiy emgak qonunining, chunki bir shirkat bu yerda o'zininki bu kelgan import qilgan milininki Uyg'ur majburiy emgaki bilan chetishligi yo'qligini isbotlayolmasa, qanday qildi desangiz, bu malni boshqa bir davlatga qayta setib etadi. Salohiyatiga borda, buningki haqqi bor. Ve bunda qilgandiki boshqa atrofdagi davlatlarmi bu Amerika bilan birlashmasa, Amerika bilan hamkorlashmasa, bu qonun nihoyatda ojiz qolib qoldi. Chunki masalan Kanada nurg'un mal shu Kanada bilan Meksikoga evatilgan gap. Shuningga hozir Kanadadami nihoyatda yaxshi nimalar bo'layotdi. Kanadami qat'iy shu mandaq Amerikadan Uyg'ur nimasi bilan majburiy emgaki bilan chetishlik degan malninki Kanadaga kirmasligining, shuningga yo'l qo'ymaslik uchun nihoyatda jiddiy faoliyatlar bor bu yerda. Yana bir nima hamda Xitoylar har turli yo'llar bilan bu qonunni teshib o'tish nimasiga urinyotdi. Yana bir cho'ng oldimizdagi masala, mesela Amerikada $800 az mal, 800'den işip ketmese dolarlık malını evatsiniz, onundan bacanmaydı hamdi. Muşu nimede hamdi, onu tekşümeydi de onunki nimesini. Şununla muşunundan Xitay paylanıp ketip bağın gap, şununla bunun mu aldığını iliş için hükümet nimeleri bile müzakirler buluvatıdı. Amerika Devlet Meclisi de bu ne çıkıtım oturup koyuldu. Muşundaq her cihetten bu kanunlarınki icra kılınıp kılınmavatkanlığını naydi yakından küzdüvatımız. Birincisi bizden hükümet gibi olan tenkidimiz naydi qattiq bo'lgan. Bulup mu Uyghur kişilik hukuk kanunundan mesela to'liq foydalanmadi hükümette. Maşa Biden hükümeti çıkandan keyin onunla bu kanunga asasen hükümet bu Magnitsky yer şarı Magnitsky kanunu bo'yicha bu nurg'unlagan Xitoy amaldorlarini qora tizimlikka ilish kerak. Shuningga jiddiy harakat qilmaganligi uchun nurg'un tanqidlar nima qildik, maqolalar yozdik, borgan Amerika Davlat Majlisi borgan kongressmenlarga shu masala ustida shikoyatimizni bildirdik. Onun ikinci Amerika Tashqi ishlar ministerligida bo'lgan bütün yig'inlarda bu o'zimizniki shu hukumatninki shu qonunlardan foydalanmayotganligini, qonunlarni ijro qilmayotganligini ochiq dedik. Bo'libmi shu Uyg'ur kishilik huquq qonuni. Chunki biz avatgan nimada biz masalan birinchi qatim Xitoy amaldorlarini jazolash masalasini, masalan bu Magnitsky yer shari Magnitsky qonuni burun Uyg'ur kishilik huquq qonuni loyihasida yo'qdi. Uni shu biz dapshirib bayam dedim, bu qonun tayyorlangan chog'da biz uningga hamkorlashib nimalarni takliflarni berimizda biz nima qilgan nimalarning biri shu Magnitsky qonun UHRP'ninki Nuriy Turkalning nechiqitimliq nimasida kongreda o'tkazgan guvohlik yig'inida bu masala o'tirib qo'yilgan. Shuning bilan u nima Magnitsky yashar qonuni shu kishilik huquq, Uyg'ur kishilik huquq qonuni kirgizilgan. Shu asosda masalan Xitoy amaldorlari boshda shu asosda qo'yib jazolangan. Uninki tizimligini biz birinchi qatim 2019 yili 8 ayning 5 kuni Oqsaroydagi yig'inda biz buni shu Amerika yordamchi prezidenti Mike Pence efendimga qo'liga bergan shu tizimlikni, mana shu tizimlik mushularga darhol nima
qara tizimlikka ilinish kerak, jazo yo'lga qo'yilishi kerak deb bir uning 8 kishisini u chog'da qara tizimlikka olgan. Uningdan keyin albatta u yerda bizga Uyg'urga zulm qilgan, Uyg'urniki shu bostirishida rol o'ynagan inson jiq, uninki yuzlagan odam bor. Ularning hammasi qara tizimlikka ilinishi kerak. Bu yerda cho'ng bir harakat bo'lmadi. Shuningga bu hukumatga u tanqidimiz shu. Biz davlatimiz bu 4 odam, 10 odam bilan 12 odam bo'ldi hozir. 12 odam bilanla cheklanib qolamdi bu. 12 odam emas. U yerda masalan viloyat saviyasida bo'lsin, nahiye saviyasida bo'lsin, yeza, kent saviyasida qanchalik bizga zulm bo'lyapti. Shularning hammasi minglagan nima bu yerga kirgizilishi kerak. Bu qora tizimlikka deb. Chunki Xitoylar bu qora tizimlikka kirishdan ayta qo'rqoqliq. Chunki bu Xitoylar Amerikaga o'ch bo'lgan bilan bu Amerikani berishni yaxshi ko'rdi. Bolalarning Amerikada o'qishini yaxshi ko'rdi. Xotinning, qizlarining berib Amerikada sayohat qilib kelishini yaxshi ko'rdi. Shuningga agar u qora tizimlikka kirib qolsa, bularning hech qaysi kelanmaydi. Butun oila nimasiga viza berilmaydi, ammo Amerika hukumat bizga deylik, biz uning minglagan odamni qora tizimlikka oldik deydi. Lekin uni biz sizlarga deb deyolmaymiz deylik, ammo Tashqi ishlar ministrligi albatta bizga bergan javobda shunday javobni berdi. Nəhayət mühim, yaxşı qanunlar çıxıb etibdi. Endi bu qanunlarning chiqishida haqiqatan tashkilotlarning roli bek cho'ng. Qanchalik tashkilot bu shu qonunlarning chiqarilishida ishladi veya birga kelib hamkorlashdi. Uningdan keyin lager şahitlərinin rolunu xeyli çoğ bolduğu deməmiş parlamentlərə berib guvalıqdan ötüşü, kamptiki zulmlarını anlatışı, muşlarının ait köp təsiri bolur deyə oylayıram. Çünki hər bir məclisdəki hər bir parlament əzasının bularını biliş kerak. Bunu qeysdaşlıq qilish üçün aldı bilən o zulmni həqiqətən həm şundaq bir nəsə bo'libdi deb bilish kerak. Muşunda qanday xizmətlərini qildinglar? Ya bunun da elbette bu bizdeki bayam dedim o şu ilaka bu kongre qo'zg'aldi çünkü bütün Uyg'ur xalqi qo'zg'aldi endi. Hozir Uyg'ur xalqi shu nimaga kelanmayotdi. Shu nimasini shu bir necha yil avvalgi masalan 2019-2020dagi ilaq havosi yo'q Uyg'urlarda. Shu g'azab, shu nima yo'q bo'lyapti hozir. Bu shuningga men Uyg'urlarga bir chaqiriqim bor. Bu ilaqa irqiy qirg'inchilik to'xtab qolgani yo'q, davomlashyapti. Nayt ustunlik bilan davomlashyapti. Bu nimaga ilaqa oldinib qolmayli, ham umidsiz bo'lmayli. Chunki umidlik bo'layli, umid bor. Xitoyga biz qaqshatqich zarbalarni berdik, garchi xalqimizni nima lagerlardan qutqizolmagan bo'lsakmi, lekin Xitoyga qaqshat kuch zarbalar berilyapti. Xitoy o'zimi nayt o'sal ahvolga tushdi dunyoda va bu nima dunyoda bo'lgan bizga hissdoshlik, hozirgidek bir hissdoshlik bu baxmagan, tarixda ko'rilib baxmagan. Albatta biz hozir har qachon deymiz, o'zaro suhbat qilgancha, o'zaro ko'rishganda deymiz, buningki ahmiyat nimasi bo'lmadi, ta'siri qanchalik bo'ldi, ta'sirini ko'rmadik. Ta'sirini ko'ryapmiz. Ta'siri shunda bo'lyapti. Dunyoda Uyg'ur masalasi so'zlanyapti. Ta'siri bo'lg'ashqa 11 davlatning parlamenti buni irqiy qirg'inchilik deb to'nidi. Ta'siri bo'lg'ashqa mush faoliyatlarning hamda Amerikada shunda qonunlar chiqyapti. O'zligidan chiqib qolgan qonun yo'q bu yerda. Endi insonlar shunda o'ylaydi-ku, bizningki insonlarimiz ajoyib. Men ba'zan so'zlashsam hatta bir izohat berishqimi ilaqa deyman, ya bo'ldilar gapmay deb. Chunki deydiki Amerika shunda manda bo'ldi, Amerika Xitoy bilan manda iqtisodiy jihatdan nim bo'lg'ashqa Amerika chiqamayotdi buni. Mushu Uyg'ur xalqi minib buning nimasiga chiqishiga sabab bo'lyapti. Eng cho'ng rolni shu Uyg'urlar o'ynayapti. Eng cho'ng rolni shu xalqimiz turmadagi, lagerdagi xalqimiz o'ynadi. Uning sirtida chiqqan meyadagi lager şahitleri oynadı. Mesela şular bulmasa bu yerga opirib biz tashkilotlar albatta paketlik, nimelik materiallarni sunamiz.
lekin canlıq bir adam berip üyege. Muşu nima mening beşimden ötdi deb üyede deyişi, üyede alaydı bir ta'sir qo'zg'aydi. Mesela bu yerda shundoq qahramon lager shoirlarimiz bor. Bu yerda kelib mushu nimalarga nihoyat cho'ng hassa qo'shdi, qo'shyotidi. Buningki nimasi albatta ta'siri nihoyat cho'ng bo'ldi. Mesela eng qisqasidan Amerikada biroz susishib qolgan nima. Biz oxiri bu yerda mush kongressmenlar bilan so'zlashib, bu bir harakat qilishimiz kerakdi, bir nima qo'zg'ashimiz kerakdi desak, dediki hamda biz o'tganda shunday yig'inlar bo'lgan yig'in degandiki, yana lager shoirlari bormi masalan, bu yerda so'zlamagan, hozirgacha so'zlamagan dedi. Xabarimiz bor, o'tgan yili 4-oyda biz nima bilan Qalbi Nur bilan Gulbaharni chaqirib keldik. Mishadi kongress Select Committee degan bir komite var, şunun bilan gaplashib, bular night cho'ng bir nima o'tkazdi Amerika kongressida. Shu bir night bir o'zgarish olib keldi nimaga? Bir harakatlilik bo'ldi hamma yerda. Kongressmenlarni qaytadan bir jonlandi diye. Hukumat biroz bir titragan bo'ldi. Chunki bu kongressda bo'lgan har ish hukumatga nihoyat cho'ng besim bo'ldi bu. Biz shunda nimalar bo'ldi. Shuningga bu yerdagi faoliyat mushu lager shoirlariniki, Amerikadagi lager shoirlariniki, bu yerdagi qonunlarniki o'tishida bizningki mushu nimani isbot berishda nihoyat cho'ng roli bo'ldi. Buning uchun biz ularga minnatdor. Hamda Amerikadagi butun tashkilotlar bu faoliyatga albatta hassa qo'shdi. Bizningki masalan deyli Amerika Uyg'ur jamiyati bo'lsin. Chunki Amerika Uyg'ur jamiyati bayam deganimdek biz Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Amerika Uyg'ur birlashmasiningki bir yan qurilishi bo'lib o'tirg'i chiqqan. 2016da biz ayrıldık. Chunki bir tadqiqot nimasi bo'lgandiki, qurilishi bo'lgandiki, bir tadqiqot institutidek bir tashkilotga mansub bo'lmasa, uningki texmo ishonarlik nimasi kuchaydi ekan. Men bir tadqiqot shirkati, nima instituti deb nima qilsak, u bizning ilib borgan tadqiqotimizning chiqargan dokladlarimizning bir tashkilot nomidan emas, bir ayrı bir mustaqil bir qurilish tarafidan chiqarilishi bu nihoyat ahamiyatli bo'ladi ekan. Jiq odamlarning tavsiyasi bilan jiq mishadiki akademiklar bo'lsin, siyosatchilar bo'lsin, shuning tavsiyasi bilan biz bu nimani Uyg'ur kishilik huquq qurilishini Uyg'ur Amerika jamiyatidan ayirgan bo'ldik. Shu Uyg'ur Amerika jamiyati albatta biz nihoyat yaqin birlikda ish bo'ldi. Undan nima bor? Uyg'ur harakati bor. Uyg'ur harakati mana asosliq nima qilgan tashkilotlar, mushu tashkilotlar albatta boshqa guruhlar bo'ldi. Masalan, namoyishlar qildi, nima qildi? Bularni hammasini taqdirlaymiz, namoyish qilgan namoyishlarni. Ammo bu ish nimaning sirtida bo'lmaydi-ku. Uning ichida bo'ladi hamda. Ichida jiq minish kerak. Ondan keyin ichiga borgan chaqdimi, u nimalar nurg'un nimalar o'zgaradi hamda. Shu bevosita ko'rishib, nima qilib, bu yerda albatta bütün Uyg'urlarning desak bo'ldi, u lager shoirlarining yanida yana o'zining tuqqanlari to'g'risida guvohlik bergan qarindoshlarimiz bor. Ularning nihoyat cho'ng nimasi bo'ldi. Bu Xitoymo mushadin nihoyat qo'rqdi. Shuningga nihoyat mushu tig' uchini Amerika qartib, bu yerdagi xalqimizni jimiqtirish, bularning ovozini chiqarmaslik uchun nihoyat cho'ng tirishchanlik ko'rsatdi. Nurg'unlagan qarindoshlarimizga hozir shunday qilyotidi, tex to'xtagani yo'q, chegara olib bostirish degan nima mishadin chiqdi zaten. Amerikada bu nima o'tirga chiqdi. Shu xalqimizni bu yerda texcha telefon qilib, telefon orqali bu yerdagi tuqqanlarini go'ro'ga elib, ularga telefon qildirish orqali nurg'un qarindoshlarimizni bu yerda ig'ir ahvolga qo'yib, ularning ovozini chiqarmaslik uchun nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatyotdi.
Ko'p rahmat. Endi Amerika hozir yaxshi bir yeri, Amerika jiddiy qarayotdi bu masalaga, chegara bostirish nimasiga. Hozir FBI bu ishga aralashdi. Aralashib, u yerda shundaq bir nima kelsa, shundaq bir voqea bo'lsa, bizga xabar beringlar degan telefon liniyalari bor, hozir qurildi. Uning uchun Amerika ichki bexatarlik ministrligi bo'lsin, tashqi ishlar ministrligi bo'lsin, bu masalani muhim, jiddiy masala deb nima qilyapti. Chunki bu yerda bo'layotgan bu bisim Amerika grajdanlariga bo'lyapti-da. Uyg'ur ama Amerika grajdani bo'lgan. Amerika o'zining grajdaniga ega chiqish kerak. O'zining Amerikaning to'prog'ida Amerikalikni mandachi aytgan chog'da Amerikalikni Xitoy 10 ming kilometr oyoqda turib bo'zaq qilyapti degan nima o'tirib qo'yildi. Bu Amerika uchun bir jiddiy bir masala bo'lib o'tirib chiqyapti. Shuningga butun hammasining bu g'azabini qo'zg'ayapti. Ko'p rahmat. Bir soatni eshitdi. Sizning biroz vaqtingiz qolsa, undaq bo'lsa, Uyg'ur kishilik huquq tashkilotining buningdan keyin xizmatlari haqida ma'lumot bergan bo'lsangiz, buningdan keyingi planinglar nima? Yana shundaq avian bir qonunning ismini dedingiz, hamda shunga o'xshash qonun loyihalari bo'lamdi. Hozir mundaq birli bu qonun emas. Hozir Amerika Davlat Majlisida hamda insonlar bayam dedim-ku, bu kongressmenlar hozir bu Uyg'ur masalasida qonunlarning o'tadigan, chunki bir qonunni o'tirib qo'yib, u qonunni o'tkazish nihoyatda qiyin bir masala. Bu ama masalan Uyg'ur qonunlari nihoyatda tezlikda, uningdan nihoyatda kuchli bir ovoz bilan o'tdi. Bu deganimdek bu kongresslarninki, kongress a'zolarininki siyosiy tarixiga yoziladigan, oltin nimalar yoziladigan bir muhim bir utuq hamda bular uchun siyosiy bir utuq, siyosiy hayotidagi bir utuq. Shuningga bu shu Uyg'urlar haqida bir nima chiqarsak deydiganmi, kongressmenlarning soni ko'payib ketdi, ko'paydi hozir. Hozir Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlarga bevosita munosabatlik 8 nima bor, qonun bor, ya'ni buning sirtida. Masalan, Genocide Intelligence Policy Act deydi o. Masalan, bu qonun Amerikaninki shu istihbarat tashkilotlarining Uyg'urlarga bo'layotgan Uyg'urlarninki vaziyatini kuzatib, dunyodagi har Uyg'urga masalan ega chiqishini dunyodagi har qanday yerdagi. Uningdan bu Uyg'urlar haqida nima bo'layotdi? İstihbarat nimasini to'plab 16 razvedka idorasi bor. Razvedka idoralarining Amerika Davlat Majlisiga, hukumatiga dokulat sunishini o'z ichiga olgan bir qonun. Uningdan yana birsi hamda nima bor? Uyg'ur muhojirlari haqida sunilgan bir qonun loyihasi bor. Bu qonun loyihasi deganimdek o'tgan nimada buni sungan adam Deutsch degan bir adamdi, kongressmen, demokrat. Demokratlar bo'lgandiki, demokrat tarafidan sunilgan bir qonun loyihasi, garchi uning yanida jumuriyatchi nima bor, uni qo'llovchisi bor, lekin biroz tas nimasida to'xtayotdi u qonun loyihasi. Chunki andikin zaman Janubdagi Amerikaning junub tarafidan kirgan bu nimalarniki qattiq hozir bu ko'chmanlar masalasi Amerika siyosatining cho'ng bir masala bo'lib o'tirg'i chiqqandiki, bu qonunni o'tkazish bu yil olsun, kelar yil olsun biroz taslimga to'xtatdi. Lekin boshqa yana deganimdek hammasi bo'lib 8 qonun loyihasi bor. Ularning o'tishi uchun shularni qo'llab, qo'limizdan kelgan harakatni qilamiz. Bu yerdagi tashkilotlar olsun, Dunyo Uyg'ur qurultayi, hamda Dunyo Uyg'ur qurultayining bu yerdagi albatta nimada eng cho'ng boshlanish shu bo'ldi dedim, u bayonlar rasmiy Dunyo Uyg'ur qurultayi boshlatdi. Bu albatta Rabia xonimning rais zamonida bo'lsin, keyindan bizzat bu yerdan rasmiy bir nima bilan boshlangan chog' shu 2018-yili bo'ldi. 2018-yili 3-oyda rasmiy bir advokatlik firmasini tutib, bu qonun chiqarish uchun
rasmiy xizmatga boshlagan vaqtimiz shuki, bu qonunlarningki albatta o'tishi uchun bayam degan 8 qonunning bu qo'limizdan kelganini qilamiz. Albatta biz texmo ko'p dokladlarni chiqarishni davomlashtiramiz. Bu lobbichilik faoliyatimizni davomlashtiramiz. Lobbichilik demaydi, shu qonunlarning o'tishi uchun kongressmenlar bilan ko'rishish, senatorlar bilan ko'rishish, ularning yordamchilari bilan ko'rishish masalasini davomlashtiramiz. Qilayotgan xizmatlarimizni texmo önümlük elib berish uchun tirishimiz. Ko'p rahmat. Menimdek hozir yani ishi nihoyat ko'payib ketib bordi. Adımimiz az bo'lib kelyapti. Chunki hozir biz iliq bir nima bilgi nimasi demdik, manbasiga aylanib qoldik-da. Biz jiq institutlardan, akademiklardan, tadqiqot organlaridan, hukumatlardan yamancıq bizga o'sha email keldi deb. O'sha Uyg'urlar haqida ma'lumot istaydigan, Uyg'urlar haqida uchur istaydigan, Uyg'urlarning vaziyati haqida, iqtisodiy, siyosiy, hozirgi vaziyati, irqiy qirg'inchilik, mushular haqida bilgi istaydigan, ma'lumot istaydigan bütün nimalar bizga murojaat qildi, bizga nima keldi. Shularga javob berish nimasidimi? Yamanca vaqtimiz olib ketib bordi. Ularga javob bermasak bo'lmaydi. Adimimiz shunga texe yetishmaylik. Texe yana mumkin bo'lsa, bizga yordam bo'lsa, shu yordamlar orqali texe yana adamlarni ilib ishlatishimiz kerak. Undan keyin kongragimi bu lobbichilik degan kongradagi faoliyatlarmi bir adam qila oladigan faoliyat emas. Necha adam bo'lishi kerak uningga. O kerak, ko'rish kerak, menish kerak, berish kerak. Buningga adam lozim. Shuningga xalqimizdan biz bu bizga qo'ldan kelsa yordam qilishini umid qilamiz inshaalloh. Oxirgi so'zingizni degan bo'ldingiz. Qilib qolgan bo'lsa desangiz bo'ldi. Rahmat. Meniki oxirgi so'zim shu. Şu ham sizin deganinizdek Uyg'ur xalqining ichida so'zlaydiganlarimiz nurg'un, haqiqatan ish qildiganlarimiz oz deb o'ylayman menmi. Endi shu bir gapni oxirida deb qo'yay, bizninkilarning bir xato bir nimasi shundaki o'zligidan bu kongressmenlar bo'lsin, lekin buni davomlashtirishimiz kerak dedim-ku, bir kunmi to'xtab qolmasligimiz kerak. Chunki bir kun to'xtab qolsak, 2 kun to'xtab qolsak, bir hafta to'xtab qolaylik biz, xalqlar qoldi bizni. Buni her gün davamlaştırışımız gerek. O halkımız oylaydı ki bu adamlar özlüğüdün köngel bölüp özü muşundaq ketip barıdı. Özü bunu halap kılvadı. Bunda emez. O kongresmenlerini bayam dedim o en kıyın baskışlarının biri şu kongresmenlerini qayıl kılış. Bizge yardım kılış için. Bunu qayıl kılış için nait ustu buluş gerek. Logikalık sözleş gerek. O adamdan qilib beralaydigan nimasini o adamdan talab qilish kerak. O biz yo'g'on gapni qilib, o adam qilib bermaydigan gapni talabni biz o adamdan qilsak, o kongressmen biz bilan bir qitim ko'rishi mumkin, ikkinchi qitim ko'rishmaydi biz bilan. Deydiki, bu adamlar bu adamlar quruq gap qildigan adamlarki, chunki bir kongressmenning oldiga yo senatorning oldiga borgan chig'imizda u adamni yaxshi tekshirib, bizga nima qilib beralaydi, nima qilib bermaydi. Bu adamning qo'lidan nima keladi? Şu adam rad qilinmaydigan gap bilan boramiz uning oldiga. Chunki odam andikin biladi, bular xeyli biladi ekan, nimani qila oladiganimni, nimani qilolmaydiganligimni biladi ekan deydi. Anandikinza bu nima munosabat davomlashadi. Bo'lmasa munosabatimiz shu birinchi ko'rishish yo ikkinchi ko'rishdan keyin to'xtab qoladi. Andikin bularga davomliq dedik, har hafta biz nima avatib turug'liq. Chunki unutqanmısın deyimiz. Her hafta biz ziyaret berip durug'liq. Çünkü ularning oldiga keldigan adamcaq. Da'dava adamcaq uning oldiga. O bizlar emas. Bizga Uyg'ur masalasi bizga muhim bo'lgan bilan ularga muhim emas yana. Ularga shu muhim necha muhim masalalarning 10-chisi bo'lishi mumkin. Ama biz her gün berib, her hafta berib, shular bilan ko'rishib, shularga ma'lumotni davomli uzluksiz ma'lumot avatib tug'ashqa
ularning esida turadi bu mesele. Ama bununla adam lazım bayam deganimdek shu berib davomli ko'rishib turib, davomli gaplashib, nima qilib turadiganqa shu odamlarimizningki texmi ko'p bo'lishini umid qilaman. Chunki shu berib ko'rishib turmasak, ular bir oy bormay qolayli, ularning esidan chiqib ketamiz. Doğru deyilsə. Doğru deyilsə. Əlbəttə bu zulm qışdırıyatqanlar bizlə Amerikadakilar rahat özünün dövlətində yaşayatıdı. Şu ular bizim qara gözümüz, qara qışımızga bu işlerini qılıb qoymaydı herkes. Onun xatirisi üçün bu işlerini qılıb qoymaydı. Bizim halkımızda bir hata, bir düşünce varken aşında oylaydı ki. Bu Amerika hükümeti bunda bu aşka aşında qılıvatıdı. Ya kongresmenler şu ay ular özlügidirler meňiwatgandek özden bir iş ağırıp ketip unda gap yok ya bir yerde. Berip beyleke. Ködük hazır hem yerde körüvatımız. Hem adam özünün menfaatini birinci oranda tutudu. Şununla biz mi özümüzün menfaatini birinci oranda tutkaşka berip özümüzün gipini kılımız. Tibetlikler varsa bizden gipimizden kılmazsa mümkün. Özünün gipini kıldı. Biz mi basak özümüzden gipini kılımız. Üyadeylik mesela enindeki bizim yamancık tırışkan yerimiz bu kanunlarının mesela Şarkı Türkistan demiş ki digen nime naidicik. Şarkı Türkistan desek üyede kubul bomba değil bu iş. Kubul bomba Şarkı Türkistan hakkında bunda kanun çıkaraylı dese Şarkı Türkistan onu fakatla yakın kemmigeşke emse iş olması Uygur bolsun. Çünkü zulümge uçuravatkan Uygur, Japan tatıvatkan Uygur. Yok buluvatkan Uygur. Uygur milletininki nimisi aslında başka milletler bağımdı. Undayımız Kazak var, Kırgız var. Lakin ula biz asas ilke. Asas kuş Uygur. Bizden yoktu men dağıtılı Xitay. Şununla muşunda annen dikin ağlarını ekirsek uçakta bir kanunun ismini kanda da özgertimiz. Uygur Özbek, Kazak, Kırgız nime kanunu dep özgertgini bolmaydı. Şununla Uygur nimesi de Uygurlar şulağımı vekillik kıldı. Bulanıyla halkımız onu unutkamız. Biz bağa yerimizde biz sözleşken çağda üyede berip biz ya Şincan ya Uygur rayonu dep söylemeyimiz. Kongresmenlerin aldığı bağın çağda. Biz üyede Şarkı Türkistan deyimiz. Ama Ulani biz özgertemeyimiz. Ula deydi ki bazıları Şincan'daydı. Cıkkıga biz hiç olmasa Uygur rayonu degen gapni ağzıga saldık. Çünkü dedik bu hamde Şincan deysler biz sizlarniki nimege bunda nima çıkmayız ama Şincan bizim için bir Uygurlar biz mi demisek onda desek adamın açık yapkamısın dep biz deyimiz ki bu Şincan degenni bu Uygurlar Şarkı Türkistan'da halklar bir ilaka hakaret nimesi dep qaragaşka şununla biz bunu işletmeyimiz. Desek nurguni onun dikinze yeni valde hiç olmasa Şarkı Türkistan demisi mi Uygur rayonudaydı, Uygurlar bölgesideydi ya Uygurlardaydı. Bu şunun da ilaka hata bir düşünce var. Bu hata verilevatkan malumatlar var. Sırtta var bula. Basa biz ağzımızga Şincan degen kemmeydi bizim ağzımızga. Başkalar değil. Ama o ne? Ama xalqaralık kanunlarni bizim özgertemeydiğin, gücümüz yetmeydiğin taraflarımız var ki. Afsus ki. Adam bazı yerlerde sözler verirdi o. Yani biz mesela şu nime Uygur kişilik hukuk kanun nimesi bu? Baş çıkan çağda Şincan kişilik hukuk kanunla isti. Bu nurgun nimeler bile onu özgerttik biz. O desek dedi ki başta dedi biz dedik vay manda iş olmuş şarkı o onunla yakın mı kemmedi? Kemmigendeki hiç olmuşsa Uygur desin desek Uygur bulmaydı bir etnik nimeni biz nimek alamaymayız. Vallahi ikinse nurgun yol meniş arkalık bunu kayıl kıldık. Ondikin hatta bu şu mavi nime bak köşmenle arkadaşkan kanun layısı sunulgan kanun layısı Uygur Human Rights Protection Act Uygur kişilik hukukunu qoğdaş kanun layısı. Bu nimde çıkan dedisiniz sunulgan kelgen çağda. Bana geldi ben de çağırdı. Bu adım basam kanun layısını ile tüzüp çıktık da title'ını koyup da Şincan kişilik hukuk kanun layısı. Bu Şincan desenler bu o işdeki üyedeki onun aslen üyedeki nimelerge kolaylık yaratışta
Amerika'ya kelişini. Köçmenler hakkında kanunlaysa o bu. Dedim ya bu Uygurlar kilenmeydi o aşağıdaki Xitay'ın hamısına kilislemeye. Uygurlar çıkanmaydı sırtığa. O Xitay çıkargızmaydı o. Belki bazı Kazaklar, Kırgızlar çıkışı mümkün yana. Üyed bir mi Uygur çıkmaydı bu kanun dedim. Mişadil ölgen buldu bu kanun. Dep nait katılsak ula bizning prensibimiz emas dedi başta. Bu yılki bir milletning namıdın bu çıkarış bizning prensibimiz emas. Emse dedim bu ne bu bizning için hiç paydalık emas bu. Bu yerdeki bütün biz dedik mangmaymiz dedim. Ben bu kanunga yol mangmaymiz. Çünkü bu Şinjan kişilik hukukunu qoğdaş kanunları ise deyilgen gap. Uygur hizmet kılmaydı. Yani o yerde o Tunganba, Xitayba şunu hemmisini. Dedim yani 20 Xitay nima 20'den çıkı Xitay bop oldu. Şu Xitaylarning ben dedim bu kanun çıkıp kalsa u yerdeki 10 milyon Xitay kelishi mümkün. Bir mi Uygur kelenmeydi o. Muşunun kısılar razı mı deb. Şunun bilense onu hiç olmasa Uygur kişilik hukuk kanun kişilik hukukunu qoğdaş kanunları ise deb özgerdi. Yamancık sözler kettim boldu. Nimişadi toplayıp. Yani maqsınlarını qabul qilg'izib sizlar ahirda haqiqatan cho'ng ishlarni qilib sizlar. Özlerime andikin fuhti andikin ben dedim bu qaranglar bu çendidir andikin de. Ha, tushundigandan keyin qabul qilgan gap. Bizim prensibimiz prensip bo'lmagan bilan maya kelsa bu tushmaydi bu yerga. To'g'ri. Şu bütün bularga siz degenge o'xshashni aytdi. Hem xalqaro qonunlarni bilish kerak, hem Uyg'urning hozirgi ahvolini ayt yaxshi bilish kerak, hem to'xtamay siz degandek o'tirib izlanish kerak ve bir narsa tayyorlash kerak, yezish kerak. Bu ham oson ish emas. Og'zimizda Facebookda, uningda buningda 3-4 jumlani deb qo'yish bek oson. Ama haqiqatan qo'l tiqib ishlaydigan vaqt kelgan vaqtida sanoqli Uyg'urlarning borligini bilimiz. Bu sahada ishlayotgan, mayli qaysi ishni qilayotgan bo'lishidan qat'iy nazar, odam kuchimizniki oz bo'lishi bizni biroz nim qildi endi. To'g'ri. Shu qayg'uda qilishimizga sabab bo'ldi. Bugün undaq bo'lsa, mishad oxirlashtiraylik. Amerikada Uyg'ur inson haqlari va etnik qirg'inchilikqa qarshi elib berilayotgan kurash sepida balki nayt muhim dunyoning boshqa rayonlari qarg'an vaqtida nayt cho'ng xizmatlarni qilayotgan Uyg'ur kishilik huquq tashkiloti, Amerikadagi Uyg'ur xalqi, lager shohidlari va boshqa tashkilotlarning hamkorligida elib berilgan xizmatlardan ma'lumot oldik, xabardor bo'ldik, qo'lga keltirgan nayt yaxshi natijalardan huzurlandik. Bu haqda nurg'un bilimlarni oldik, angladik. Uyg'ur uchun bosh qotirayotgan, plan tuzayotgan kurashchilarimizga haqiqiy vijdonli Uyg'urlarga, Uyg'ur xalqiga cho'qim rahmat aytdi. Men bu ishlaringlarning o'ngishli bo'lishini, texnik natijali bo'lishini tilayman. Undaq bo'lsa vaqt e'tibori bilan mishada oxirlashtiramiz. Sizga ko'p rahmat aytaman. Aldirashdingiz. Yana vaqt chiqardingiz. Ko'p rahmat. Uni Xudoyim bo'lsa yana so'zlashamiz. Ma'qul. Allah ecringlarni ecrimizni bersin. Ekran oldidagi siz sodiq ko'rmanlarimga ko'p rahmat aytaman. Kelar qitimliq akademiya suhbatida ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat, xayr xo'sh. Xo'sh, Xudoyim omonat. Hammalarga salom. Xudoga omonat.